6 oy bo'ldi krossovka olib berganingizga. Qachon yangisini olib berasiz? 6 oydan beri kiyaman. Olib bering. Oylik tushsin qizim olib beramiz. Olib berasizmi? Voy bu, yana shu tuflimi? Nima qildi? Yangidek turibdi-ku. Kichkina o'g'lim 2 yoshida. Hozir 2-sinf bo'lgan. 3 yil bo'ldi. 2 marta kiydim. Yangidek turibdi-ku ona. Qo'ymay olib bergandilar. U tuflining tagi tushib qolgandi-da. Yaxshi qulay kiyishga. Mana sumkamning rangi kostyumimga mos tushmagan. Hamma qarayapti. Qachon yangisini olib berasiz? Olamiz qizim, olib beramiz. Olib bering. Olib bering. Olib bering ona. Ona, mana pechenyeni hech kim yemaydimi? Yo'q. Olib ketaman Ilhomjonga. Ha, olib ket. Sumkani qara ahvolini. Allohga yaxshi-ku. Ana kuni mana uzilib ketgan ekan. Tikib oldim. 2 yil bo'ldi, hech kim bilmaydi, yangidek turibdi. Ha. Voye, ko'ylinglaringni qara. Nimada deyapti? Bitta yusab qana bo'ladi, yaxshi ko'ylagim. 4 yil bo'ldi kiyganimga, mazza. Ana kuni orqasini dazmollayman deb kiydiribman dazmol bilan. Keyin lozimni tepasini olib yamab qo'ydim, hech kim sezmayapti. Aynan boray, kech qolaman, kichkina bog'chadan olishimga. Paltom qani? Qaysi paltoying? Mana bunda kesilib ketgan bor-ku, daraxt kelinib, cho'ntagimni olib bundoq bildirmasdan yamab qo'yganimchi. Ana divanda turibdi. 5 yil kelib qo'ymaysizmi ona? G'ijim bo'ladi-ku. Endi 6 yil bo'ldi olganimga.